jonli yayın olib borish istayman, lekin imkoniyatim cheklangan. Ko'z bo'yicha bolalikdan nogironligim bor. Ikkinchi guruh. Tuhma qila bo'lma. Vrachlar menga ko'zing bir umrga yetadi degan edi. Lekin hayotdagi turli qiyinchiliklar, mashaqqatlar ko'z nurimning pasayishiga sabab bo'ldi. Hozirda hujjat bo'yicha ikkinchi guruh nogironlik bo'lsa-da, aslida ko'zimning ahvoli birinchi guruh nogironlik holatida. Ko'z nurimni yo'qotganimdan keyin maktabdan ish topib keldingizlar, janob prokurorlar, sizlar hiylakorlar. Minut sekund bilan ishlaysizlar. Ko'z nurimni yo'qotganimdan keyin maktabdan ish topgan. Jinoyatingiz shu yerda.